İşlerim düşmüyor. Daha yangi yildan yaqin. Hali kreditlarimiz yanım yo'q. Qachon mana bir ishlarga kirib, yaxshi pullar toparkanman. İşler ham yaxshi bas, kreditlar to'lash kerak. Yangi yil ham kelyapti mana. Yangi yilga ham uyga harakat qilish kerak. Boshlarim qattiq qoldi, nima qilishni bilmay qoldim. Ye, qadrdonim. Assalomu alaykum. Qo'llar yaxshimi? Bo'lmisiz, qadrdonim? Ko'rinmaysiz. Yuribsiz, xonadonlar tinchmi-kan? Xudoga shukr. Qachonayapsizmi? Ha, sekin Allohga shukr yuribsiz. Nima gaplar? Ye, eski qadrdonim. Ha, Qadrdon? qo'llar yaxshimi? Bormisiz? Nima gaplar ko'rinmayapti? Yuribsiz, sekin. Sizlar? Oshna yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Zo'r, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshi, odamning havasini keltirib. Zo'r yangiligim bor sizlar. Qanaqa yangilik qadrdon? Hozir yuraklar siqilib turganda tinchlikmi axir? Qo'shni, esinglarmi? Bitta qiz bilan tanishuvdik. Sen o'ralmaysan dedim. Aşkımızı o'radim. Naq ikkita dugonasidan. Bugun ko'rishamiz. Davay bugun boramiz. Qo'y oshna. Ko'ngilga hech nima sig'mayapti. Bag'da kreditlarim turibdi, bag'da yangi yil yaqin. Ishim hech yurishmayapti, birim ikki olmayapti. Qo'y, ashi birim ham nol bo'lib qolmasin mani. Menga qarash, tekin deyapti. Faqat bu yomondorchilik. Bir so'm pul sarflamaysan. Nima kerak bu yerda o'tirib siqilib, ko'ngil yozib kelamiz-da. Sen bormaysanmi? Yo'q, men bora olmayman. Ha, bo'pti, o'zing bilasan endi. Men o'sha miyalarim qisib qoldi. Borib bir sigal yozib qilib, yayrab kelmasam bo'lmaydi. Ketdi bo'lmasa men boraveraman sen. Alo. O'rta? Uzoqqa ketib qolmadilarmi? Men ham boraman.